Sizlar qilayotgan ishingizga yarasha maosh olasizlarmi yo'qmi? Kelinglar hozir shu haqida gaplashamiz. Men o'zim videografman, haftasiga 4 kun, kuniga 8-9 soatdan ishlayman va olayotgan oyligim men uchun qoniqarli darajada. Va men O'zbekistonda ishlab yurgan paytlarim eng yoqtirmagan narsa bu ish soatlari bo'lgan. Ya'ni haftasiga 6 kun, kuniga 9 soatdan. Hisoblab ko'radigan bo'lsak, haftasiga 56 soat bo'lyapti. Va xalqaro standartlarga ko'ra full time bu 40 soat hisoblanadi. Ya'ni haftasiga 5 kun, 8 soatdan. Biz bo'lsa 9 soatdan 6 kun ishlashimiz kerak. Shunga qaramasdan qilayotgan ishimizga yarasha topayotgan pulimiz yaxshi deb hisoblayman, lekin baribir ish soatlari kamaytirilishi tarafdoriman. Chunki 9 soat ishda, 2 soat yo'lda, 7-8 soat uxlasangiz, o'rtacha 4-5 soat vaqtingiz qoladi. Shuni ham ko'pini ijtimoiy tarmoqlarga, o'rtoqlarga va hokazoga ajratib yuboramizda, oilamizga vaqtimiz qolmaydi. O'rtacha yoshlarga qaraydigan bo'lsak, oyiga 1000-1500 dollar pul topib kelishyapti. Endi savol, shu tarzda ishlanadigan bo'lsa, bitta uy bilan bitta mashina orttirish uchun necha yil davomida ishlash kerak? 5 yildir, 10 yildir, 20 yildir men bilmayman. Hamma rizqiga yarasha oladi deydi-yu. Endi men e'tiboringlarni bitta boshqa nuqtaga qarataman. Meni mashinik deb o'ylamaylik, sizlar kuniga 1 soatdan vaqt ajratib turib, qasrlarga ega bo'lishingiz mumkin. Qasrlar deganda ham oddiy qasrlar emas, ehtimol tilladan bo'lgan. Ehtimol biz bilmaydigan narsalardan qurilgan qasrlar. Va siz shunaqa katta yer olishingiz mumkinki, shu biz turgan dunyoyimizdan ko'ra kattaroq bo'lgan yer olishingiz mumkin. Menimcha gapim ma'nosini tushundingiz. Ya'ni biz Alloh buyurgan ibodatlarni har doim davomiy ravishda qilib boradigan bo'lsak, inshaalloh shu narsaga erishamiz. Va siz e'tibor beradigan bo'lsangiz, 9 soat ishingiz uchun qancha maosh olasiz, 1 soatlik ibodatingiz uchun qancha maosh olasiz. Xulosa o'zingizdan.